Ko'pchilik bog'cha ochish oson deb o'ylaydi, buni oddiy biznes sifatida qaraydi. Lekin bu bog'cha ochish boshqa bizneslardan, ya'ni boshqa tadbirkorliklardan tubdan farq qiladi. Chunki bog'cha ochishda faqat moliyaviy savodxonlik kamlik qiladi. Bog'cha ochgan shaxsda mehr bo'lishi kerak, sabr bo'lishi kerak hamda juda ham kuchli mas'uliyat bo'lishi kerak. Chunki har kuni sizga ko'plab ota-onalar o'zining qadrli insonini, ya'ni yuragining bir parchasi farzandini olib kelib topshiradi. Bu yerda, ya'ni bog'chada faqat bolalarga qaralmaydi. Bu yerda bolalarning kelajagi shakllanadi, tarbiyasi shakllanadi va uning sog'lom muhiti to'g'ri olib borilishi kerak. Bog'cha boshqarish har bitta biznes egasidan faqat moliyaviy savodxonlikni emas, katta mas'uliyatni, katta sabrni hamda eng muhimi katta yurakni talab qiladi. Chunki bog'cha sohasidagi tadbirkorlar shunchaki bu tadbirkorlik bilan shug'ullanadigan insonlar emas, kelajak poydevori bo'lgan yosh avlodni tarbiyasi hamda sog'lig'i uchun eng mas'ul insonlar hisoblanadi. Bu videoni bog'cha ochmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga jo'natib qo'yamiz.